Didahi kitobining 4-bobi birodarlarga bo'lgan munosabat yoki turli qoidalar deb nomlanadi. Keling shuni o'qishni boshlaymiz. Bolajonim, Xudoning kalomini senga e'lon qilyapganni tunu kun yodingda tut. Rabbimizni e'zozlaganday uni hurmat qil. Zero Rabbning saltanati e'lon qilingan joyda Rabbimizning o'zi ham zohir bo'ladi. Har kuni muqaddas azizlar yoki solih odamlar bilan shaxsiy muloqotda bo'lishni izlagin. Shunda ularning ta'limotidan orom olasan. Ixtilof qilib adovatni yoki bo'linishlarni keltirib chiqarma. Balki bahs qiluvchilarni yarashtirgin. Odil hukm chiqar. Jinoyatlarni fosh qilganda yuz xotirlik qilmagin. Ikkilanma yoki ikkilanuvchi fikrli bo'lma. Ha yoki yo'q deb qat'iy fikrla. Xayr sadaqa olaman deb qo'lingni cho'zma. Xayr sadaqa berishdan qo'lingni yashirma yoki siqib turma. Qo'lingdan yoki mehnatingdan nimadir bera olsang, gunohlaring uchun to'lov bergin. Xayr sadaqa berishga ikkilanma. Berayotib nolima. Zero ajr beruvchi ezgu zot kimligini sen bilishing zarur. Muhtojlikda bo'lgandan yuzingni o'girma. Balki birodaring bilan hamma narsalarni bo'lishgin. Bu menga tegishli mulk yoki shaxsiy mulkim deb gapirma. Zero sizlar abadiy narsalarga sherik bo'lsangiz, o'tkinchi yoki foniy narsalarga ham sherik bo'lishingiz zarur emasmi? O'g'lingni yoki qizingni qo'lingdan mahrum qilma. Balki yoshligidan ularni Xudodan qo'rqishga o'rgatgin. Yegasliklarga 6-bob 4-oyat. Ey otalar, farzandlaringizning g'ashiga tegmang. Ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiring. O'sha Xudoga umid bog'lagan qulingga yoki cho'ringga g'azab bilan buyruq berma. Toki ikkalangizning ustingizda bor bo'lgan Xudodan ular qo'rqishni bas qilishmasin. Zero u odamni yuziga yoki tashqi ko'rinishiga qarab emas, balki ruh tayyorlab qo'ygan odamlarni najotga da'vat qilishga kelgan. Yegasliklarga 6-bob 9-oyat. Ey xo'jayinlar, sizlar ham qullaringizga yaxshi muomalada bo'linglar. Ularga do'q-po'pisa qilishni bas qilinglar. Chunki bilasizlar-ku, ularning ham sizlarning ham xo'jayiningiz samoda. U tarafkashlik qilmaydi. Kalosaliklarga 4-bob 1-oyat. Ey xo'jayinlar, sizning ham samoda xo'jayiningiz borligini bilib, qullaringizga odil va to'g'ri muomala qiling. Qullar, sizlar esa xo'jayiningizga vijdonan qo'rquv bilan Xudoning suratiga itoat qilganday itoat qilinglar. Efesliklarga 6-bob 5-oyat. Ey qullar, Masihga chuqur izzat-ehtirom bilan chin yurakdan itoat qilganingiz kabi xo'jayinlaringizga ham shunday itoat qilinglar. Kalosaliklarga 3-bob 22-oyat. Ey qullar, bu dunyodagi xo'jayinlaringizga har doim itoat qilinglar. Xushomadgo'ylik bilan xo'ja ko'rsinga emas, balki Rabbimizdan qo'rqib, chin ko'ngildan itoat qilinglar. Har qanday ikkiyuzlamachilikdan yoki munofiqlikdan va Rabbimizga nomaqbul bo'lgan narsalardan nafratlangin. Rabbimizning amrlaridan voz kechma, balki qabul qilganingni saqlagin. Unga hech narsa qo'shmagin ham, hech narsani ayirmagin ham. Qonunlar 12-bob 32-oyat. Men sizlarga bergan amrlarni bitta qoldirmay bajaringlar. Bu amrlarga hech narsa qo'shmanglar ham, olib tashlamanglar ham. Jamoatda jinoyatlaringni yoki gunohlaringni e'tirof qilgin. Ayyor vijdon bilan ibodat yoki duo qilmagin. Mana shu hayot yo'lidir. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsangiz bo'ladi. Agar fikringiz yoki savolingiz bo'lsa, izoh qoldirsangiz bo'ladi. Videolarimni boshqa odamlar bilan turli tarmoqlar orqali bo'lishsangiz bo'ladi. Hozir esa hammangizga Xudoning tinchligini yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.